Uyda go'sht yo'qmi? Albatta shuni tayyorlab ko'ring. Birinchi bo'lib ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Sut, suv, yog', qatiq, tuz, shakar solib hamda un razrixchilni elakdan o'tkazamiz va o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. Xamirni teng ikkiga bo'lib tindirishga qoldiramiz. Qaynatilgan kartoshkaga tuz, murchni solib yaxshilab ezib olib, ustiga ko'kat hamda alisa pishlog'ini qirg'ichdan chiqarib solamiz. Yaxshilab aralashtirgach, tingan xamirni bitta-bittadan yoyib olamiz. O'rta qalinlikda bo'lishi kerak. Ustiga eritilgan saryog'ni suramiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib 8 ta bo'lakka chetlarini kesib chiqamiz. Chetlariga kartoshkali qiymadan solib, qo'limiz bilan biroz tekislaymiz. Oralariga yana eritilgan saryog'ni surib, xuddi shu ketma-ketlikda taxlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu saryog' bilan yana ham mazasi zo'r chiqadi. Ikkita zuvala xamirni ham xuddi shu usulda taxlab olamiz. Men katta listga qilganim uchun ikkita xamirni bir qilib, keyin yoyib listga taxladim. Agar xohlasangiz bitta-bittadan ham tayyorlasangiz bo'ladi. Listga xamirni to'liq qilib yoyib olgach, ustiga saryog' surib, pichoq bilan xuddi shunaqa bo'laklarga bo'lamiz va qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Qizarib pishgandan so'ng duxovkadan olamiz. Juda ham mazali, og'izda erib ketadigan, ustilari kumir-kumir, ichlari bo'lsa yumshoqqina mazali bo'lgan bo'ragimiz tayyor. Yoqimli ishtaha, keyingi videolarda ko'rishguncha.